Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi podkastimiz mana shunaqa tabiiy, chiroyli joydan bo'ladi. Hammanglarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Biz siz bilan baxt challenge, baxt marafonini birgalikda 10 kun davomida o'tkazdik. 3-4 kundan boshlab o'zinglarni boshqacha his qilayotganinglar, ko'proq kulishni boshlaganinglarda tirjayma kalla bo'lib qoldim, Varna opa aytganingizdek rostdan ham bo'ldi degan iliq otзывlarni juda ham ko'p oldim. Kommentariya orasida menga shu kommentariyalarning orasida bitta savol juda ham esimda qoldi. Shu savolga podkastimiz boshida javob bermoqchiman. Baxtli his qilish uchun, shukur qilish uchun marafon qilish shartmi? Javobi albatta yo'q. Aslida bu narsani protokol, qanaqadir bir texnika orqali track qilish kerak emasda. Bu narsani har doim yuragimiz bilan, qalbimiz bilan, har bir qadamimizda, har bir kunimizda ko'zimiz tushgan, yaratganni chiroyli joylarini ko'rganimizda, quyoshni ko'rayotganimizdan, ko'zlarimiz ko'rayotganidan, oyoqlarimiz yurayotganidan, qo'llarimiz ishlayotganidan, har bir qo'yayotgan qadamimizda shukur hissi bilan yashashni o'rganishimiz kerak. Lekin shahar, suita, chop-chop, bolalarni bog'chaga olib bor, maktabga olib bor, o'qish, ish bilan mana shu cycle bilan ovora bo'lib ketamiz-da va prosta to'xtab, prizemlitsa qilib, atrofga nazar solib, chuqur nafas olib, ichimizdan qanchalik baxtli inson ekanligimizni unutib qo'yamiz. Hozir men yo'lda prosta to'xtab, mana ko'ryapsiz, mikrofon hech narsani olmaganman, kamerani qo'yib, mana shu videoni yozishga qaror qildim. Bu shunchaki spontanniy video bo'ldi. Aslida hayotda baxtli bo'lishimizga, xursand bo'lishimizga, shukur qilishimizga sabablar million, milliard. Ingliz tilida bitta выражение bor. Take for granted degan. Shunaqa bo'lish kerak ekan-da, принимать за должное deydi ruschada. Biz har kuni uyg'onganimiz, biz bilamiz-ku, hamma ham har kuni uyg'onmaydi. Hamma ham afsuski, sog'liq tuhfasi ularga berilmagan. Ko'zlarimiz ko'rayotganini take for granted qilamiz. Qo'llarimiz ishlayotganini take for granted qilamiz. Birinlarimiz mana shunaqa toza, musaffo havodan nafas olayotganini take for granted qilamiz. Ota-onamiz hayot ekanligini, oldimizdaligini, bizani ertayu kech duo qilishini take for granted qilamiz. Bu video uzun bo'lmaydi. Bu video kichkina sizga eslatma shaklida bo'ladi. Aslida hayotda xursand bo'lish uchun sabablar million, milliard. Qanchalik omadli inson ekanligimizni, qanchalik baxtli inson ekanligimizni keling birgalikda har kuni eslaymiz. Har kuni kichik narsalarga. O'zi aslida baxt bu Telegram kanalimda mana shu narsani ham kichkina challenge-ni taxminan 1,5 yil oldin qilganman-da. Baxtni payqash kerak, notice qilish kerak, zamechat qilish kerak. Biz aslida har kuni baxtlimiz. Biz aslida har on baxtlimiz. Lekin bu narsani biz payqaymizmi? Bu narsaga ahamiyat beramizmi? Aslida baxtli bo'lish uchun kichkina narsalar yetadi, oddiy narsalar yetadi. Masalan, shamollar burnimizga to'lib qolganda nafas ola olmayotganimizda, nafas olishni boshlaganimizda, burnimiz qaytadan yaxshi ishlab ketganda nima qilamiz? Qanchalik nafas olish, ikkala burnimiz bilan, teshigi bilan nafas olish qanchalik katta baxt deymiz, to'g'rimi? Naval Ravikantda, Almanakov Naval Ravikant kitobida bitta ajoyib quote berilganda, sog'lom insonga baxtli bo'lish uchun million, milliard narsa kerak. Kasal inson uchun baxtli bo'lish uchun bitta dona narsa kerak degan gapi bor. Rostdan ham shunaqa. Sog'lig'imizni yo'qotganda qadrlaymiz, ota-onamiz kasal bo'lganda yoki bizni tark etganda qadrlaymiz. Bu gaplarni aql o'rgatish, sizlarga umid qilish uchun yozmayapman. Qachonlardir orada yillar o'tib, mana shu videoni ko'rib, o'zimga kichkina eslatma qilaman. Barno, aslida sen shunaqangi omadli va baxtli insonsan. Men sen bilan faxrlanaman, to'g'ri. Balki o'zing miyingda yasab olgan
insonlardan ko'rmagan, qanaqadir maqsadlaring, orzularingga hali erishmagandirsan. Balkim atrofda kimnidir omadi sandan ko'ra ko'proq kelgandir yoki senga bu narsa shunaqa tuyulayotgandir. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan, men sen bilan faxrlanaman. Men seni bosib o'tgan yo'lingni bilaman. Qanaqa qiyinchiliklarni ko'rganingni bilaman. Balki boshqa inson sendagi yukni ko'tara olmagan bo'lardi. Balki yaratganim senga bu yukni bilib bergandir. Men sen bilan nima bo'lsa ham faxrlanaman, nima bo'lsa ham men sen bilanman va hayotda prosta yasha. Nafas ol, xursand bo'l, chiroyli joylarga bor, ko'zlaringni quvontir va eng muhimi baxtni har kuni, har on, har daqiqa payqashni unutma.